Assalomu alaykum hammaga. Bugun SEO optimizatsiya haqida gaplashamiz. SEO o'zi nima? SEO bu saytni Google qidiruv natijasida yuqoriga olib chiqish. Oddiy qilib aytganda, saytni odamlarga oson topilishga yordam beradigan reklama quroli hisoblanadi. SEO qanaqa ishlaydi? SEOda Google saytni tekshiradi, uni talablariga javob bersa, saytni ichki holati, u saytni xaridorlarga tavsiya qiladi. Google nimalarni tekshiradi? Ya'ni u qanaqa saytni hurmat qiladi va SEOda tavsiya qiladi. Birinchidan, sayt matni, sarlavhalari, kalit iboralari, rasmlari hammasi Google talablariga javob berishi kerak. Ikkinchidan, sayt dasturi dunyo standartlariga mos bo'lishi kerak, yuklanish tezligi yuqori bo'lishi kerak, sertifikatlariga ega bo'lishi kerak va adaptiv bo'lishi kerak. Telefon, kompyuter hammasi uchun. Uchinchidan, avtoritetli saytlar ham sizni saytingizda tavsiya qilayotgan bo'lishi kerak. SEO qilinayotgan saytni tavsiya qilgan bo'lishi kerak. Shu 3 ta talabga javob bersa, Google saytni tavsiya qiladi va sayt sizga ham, xaridorga ham foyda keltiradi. Sizga natijaga olib chiqadigan SEO komanda kerak bo'ladigan bo'lsa, Oqlauz jamoasiga murojaat qiling. Biz sizni 100% kafolatlangan holda Google'da saytingizni o'rnini ko'tarib beramiz.